Diqqat! O'zbekistonda telefon ishlatadigan fuqarolarga jiddiy xabar. Bu barcha telefoni bor fuqarolarga so'nggi ogohlantirish bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda noxush xabarlar tarqaldi. Barcha telefoni bor fuqarolar tezda videoni ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, telefonni ko'p tomosha qiladigan bolalar umrbod ko'z oynak taqishga mubtalo bo'lishi mumkin. Bolalar ko'z soqasi 20 yoshgacha shakllanadi. Ko'z soqasining diametri o'rtacha 24 mm bo'lishi kerak. Telefon va televizorni yaqindan ko'rish natijasida ko'z soqasi zo'riqqadi va kattaroq bo'lib shakllanadi. Bu bola ko'zoynak taqishga umrbod mubtalo, ya'ni majbur bo'ladi. Yosh bolalarga aslo telefon bermang. Ota-onalarga ushbu videorolikni yuborib ogohlantirib qo'yamiz. Hozirda bu holatlar ko'payib bormoqda va bolalar telefondan umuman boshini ko'tarishmaydi, deyiladi xabarda. O'zgidromet agentligi 22-aprel kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 22-aprel kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 22 va 23 aprel kunlari ayrim joylarga yomg'ir yog'ib, ba'zi joylarga momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kunduzi 15-20 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida 22 aprel kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'ib, ba'zi joylarga momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 13-18 daraja, kunduzi 24-29 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo harorati kunduzi 23-28 daraja, ayrim joylarda 22 aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib o'tishi mumkin. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 22 va 23 aprel kunlari ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroqlar kuzatiladi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 22 aprel kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 13-18 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda.